Bemorni ko'rganda albatta deontologiya qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Ba'zi bemorlar injiq bo'ladi. Yosh katta bo'lib qolgandan keyin odam injiq bo'lib qolishi mumkin. Uni ko'ngliga qarashimiz kerak. U talab qilib turgan hurmatni talab qilyaptimi? So'raganini bering. Biz shifokorlar nafaqat dori-darmon bilan, balki shirin so'z bilan bemorni ko'ngliga yo'l topib, uni qalbini, ruhiyatini davolashimiz kerak. Hozir borib turgan bemorimiz ham yoshlari katta, o'g'illari kasal bo'lib qolgan ekan, sahr bo'lib qolgan ekan, ishdan qolgan, bitta o'g'illari bor ekan, bitta qizlari bor ekan. Ijtimoiy holatlari og'irlashib qolgan, lekin ko'zlarini operatsiya qildirishlari kerak. Doktorga mana 2 yildan shaqa borishganlari yo'q. Doktorga borib qildirishlari kerak, pullari yo'qligi uchun xijolat bo'lib borishganlari yo'q ekan. Har bir shifokorning ko'rigi va muolajasini puli o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Buni zaminida o'sha xodimlarni ish haqi, klinik zdaniyani soliqlari, elektr energiyasi mana shulardan kelib chiqib turib narx belgilanadi. Hozirgi bemorimiz imkoniyatlarini aytishdi. Keyinroq qildirsam ham bo'laveradimi deyishyapti. 6 oydan keyin qo'limda mablag' bo'ladi yoki 3 oydan keyin bo'lib qolishi mumkin deyapti. Yo'q dedim. Bu holatda xolajon kechiktirsangiz ko'zingiz tubidagi ko'zda nervi qurib qolishi mumkin. Bu holatda kechiktirmasdan zudlik bilan qilish kerak. Bizni Iris jamoamiz sizga moddiy tomondan yordam beramiz. 4.400.000 so'm ketadigan operatsiyani sizga 2 barobar kamaytirib 2.200.000 so'mga qilib beramiz dedim. Xizmatimizni narxi tushgani bilan, lekin aslo sifatga ta'sir qilmaydi. Operatsiya uchun ishlatiladigan materiallar, sun'iy gavhar albatta eng kachestvadagi o'z narxidagi narsa qo'yiladi. Men ko'plab shifokorlarni taniyman. Ular o'z kasbidan moddiy cheklangan bemorlarga chegirmalar, imtiyozlar, bepul xizmatlar ko'rsatib beradi. O'zlarining sohalaringdan imkoniyati cheklangan bemorlarga chegirmalar, imtiyozlar qilib bersalaring, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Imkoniyati cheklangan bemorlar ham sifatli tibbiy xizmatdan bahramand bo'lardi. Xola, ko'zimizda davleniya oshib ketgan. Endi nimaga oshib ketdi deydigan bo'lsangiz, bu yerda mana ko'zning gavhari bor. Ha. Mana shu ko'zning gavhari yosh o'tgandan keyin 40 yoshdan keyin qalinlashni boshlaydi. Massasi qotishni boshlaydi. Qalinlashib kattalashgandan keyin bu ko'zning olmasini ichiga hamma ko'zda emas, kichkina ko'zlarda, razmeri kichkina ko'zlarda ko'zning olmasini ichiga qo'pol qilib aytganda sig'may qoladi. Va bu ko'zi ichidagi suyuqlik aylanadigan kanallarni ezib bekitib qo'yadi va ko'zi ichida suv kirib chiqib keta olmay qoladi. Shu hisobiga ko'zingizda bosim oshib ketgan. Endi bu bosimni oshishning yomon tomoni mana bu yerda ko'zning nervi bor. Mana shu nerv nozik, juda nozik to'qima hisoblanadi. Mana shu nervni ezadida yuqori bosim, oqibatda nerv vaqt o'tgan sari qurishni boshlaydi. Qurib, xudo saqlasin, hatto qo'yib bersangiz ko'rlikka olib borishi mumkin. O'shaning uchun oldimga borganingizda men sizga tushuntirdimki, buni tezroq operatsiya qilmasa, mana bu nerv zararlanib qurib qolsa, bu keyin qaytarib bo'lmaydigan jarayonga sabab bo'ladi. Tiklab bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun tezroq qildirganingiz ma'qul deb aytdim. Ha, mana shu yetimdan travma olganman. Chunki qattiq jism bilan baytga urilgan. O'shandan keyin ko'zim rosa manamda baqa chiqib ketgan. O'shandan keyin ko'zim og'rib qo'ygan, keyin og'rimay ketgan necha yillar. Endi shu mana 1-2 yil ichida og'rib, ozgina og'rib, endi shu 1 hafta 10 kun ichida kechasilikka ham, kunduzlikka ham og'riq o'tishni boshladi-da menda. Keyin mana shunday parda. Mana shunday oq parda turaverdi ko'zimda. Keyin bugun kechasi umuman uxlamaganim uchun keyin bordim. 2 marta turib tabletkalar ichib oldim. Baribir o'shanda ham qolmadi.
tetrasikli maznam qilib qovog'im tepasiga surkab olsam, og'riq qolardi. O'shani qilsam ham qolmadi bugun. Keyin shanba bo'lsa ham boraveraman deb chiqib ketdim ertalab keyin. Yana bormayman deb turdim. Tan yo'q dedim, ketaveray dedim. Ertadan keyin ko'zim ojiz bo'lib qolsa dedim. Bitta kelin menga qaraydimi, bolalariga qaraydimi, qaysi birimizni nima qiladi ki, ayta qator qizlarim bo'lsa ekan, kelib bitta navbat bilan qarab turishsa deb aytib, Ominaxonaopa degan qo'shnimizni xayolimga keltirdimda, o'sha kishi ham keyin boraman deb mana butunlay ojiz bo'lib qolib ketishgan. Rosa o'ylab turib keyin shartda ketaverdim-da ertamatan. Juda to'g'ri qaror qabul qilgansiz. Mana shu og'riq bo'lgan paytda bilingki, nerv o'lay turgan bo'ladi-da. Bekorga og'riq bo'lmaydi. Nerv zararlanib turganligi uchun og'riy turgan bo'ladi. O'sha tuman bo'lib yurganda biling, o'shanda ko'zingiz bosim oshib yurgan. Bu sizda kechqurun oshadi. Kechqurun shomdan keyin oshadi-da, kamali rang bo'ladi chiroqqa qarasangiz. Tuman bo'ladi, og'riq bo'ladi, yengil simillovchi. Ki ertalabga uyqudan tursangiz yana yaxshi bo'lib qolaveradi. Yaxshi qolaverman, ha. Chunki bu kechasi bezovta qiladigan kasallik-da. Nimaga amakingiz achchiqlar keladi, ha, shom bo'ldi, og'riq boshlandi. Nima? Kunda bahona tayyor. Shomdan keyin voy ko'zim boshlandi deb qo'yishadi. Bir xil kunlarda achchiqlar kelib turgandami, voy ko'zim yana og'rib qoldi deymanda, o'shanda shunaqa deb qo'yishadi. Keyin dedim, tavakkal boraveray, bir gap bo'lar deb chiqib ketdim ertalab. Yaxshi ham borganim. Agar bormaganimda, keyin deb Yaxshi hola hozir ko'zlarimizni bosimi pasaygan, qorachiq kengayib ketgandi. Oldimga borganingizda hozir qorachiq joyiga kelib, torayib, bosim bu degani normaga tushdi degani. Hozir og'riq qoldi. Sizni ko'zingiz bosimi normaga tushdi, xatar ketdi. Lekin bu degani yana qaytib kelmaydi degani emas, chiqib qolishi mumkin. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak. Bitta ana shu xatlarni o'qib beringchi, mana chap ko'zingizni bosmasdan to'sing kaftingiz bilan bunday holatda, ana shunday. Ko'rsating. Ochiq tomonini qo'lingiz bilan ko'rsatasiz. Tepada, pastda, o'ngda, chapda. Ko'rindimi bu? Shu. Bunisichi? Ye. Qaysi tomonga qarab turgani, yeni qaysi tomonga qarab turgani ko'rsatavering. Qaysi tomonga? Chapdami, o'ngdami? Ochiq tomoni o'ngda. Chapda. Bunisi? Bunisiniki pastda. Ha, to'g'ri. Bunisichi? Tepada. Endi xolajon, bu kasallikda asosiy sababi, demak, gavharimizni yoshga oid o'zgarishi hisobiga bo'lyapti. Bu gavharni xiraliklarini yuvib tashlab turib, sun'iy gavhar qo'yib qo'yamiz. Shu bilan kasallik batamom butkul tuzaladi. Bitta operatsiya bilan. Xudoga shukr. Men operatsiyadan qo'rqmayman, o'g'illarim. Bemalol qilaveringlar. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qolsam, hammalaringni duo qilaman. Iloyim, yaxshi bo'layin. Sizlar ham umid bilan qo'l urasizlar. Men ham umid bilan boraman o'sha yerga. Hammamiz xursand bo'laylik. Sizlardan minnatdor bo'laman. Yaxshi bo'lib ketsam, kunda qiynalganimdan ko'ra, yaxshi bo'lganimni afzal ko'raman. Men doktorlardan qo'rqmayman, chunki o'zim ham shu doktorxonada ishlab qaridim. Tengdoshlarim, aka-ukalarim, o'g'il-qizlarim, agar sizlarda ham shunaqangi ko'zlaringda bir nuqson bo'lsa, o'zlaringga og'riq paydo bo'lsa, tezda doktorga borib murojaat qilinglar. Menga o'xshab ancha kundan keyin bormanglar. Mana ancha o'tkazib yuboribman. Doktor ham ancha qiynalishdi davolashga. Mana endi hozir Xudo xolasa operatsiya bo'lsam, yaxshi bo'lib ketaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman o'sha yerga borib, o'zlaring davolanglar. Keyin atdan deb qolmanglar.